Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, xudo xolasa. Agrajniyalarimizni ustanovka qildik Urganch shahrina, raysentra. Bu agrajniyalarimiz balandligi 180 bo'ldi. Qalin materiallarda ishlab berdik. Kvadrat metrlarini metre hisobladik bularni obunachilar. Metre 800 ming so'mdan ustanovka qilib berdik bularni. Bir de bir mashina kelib chiqish uchun rolga darvoza qo'yib berdik. Evet, yani 1 metrlik yatıp bir kalitki eşik koyup verdik. Profiller hem kalın materyallardan oldu. 1.7'lik istenede. Kalınlık. Hem duayını iki tane profiller arasında ustafki. Oynamaydı da. Ne oynatıp görsek. Daha halasa abunaçılar işlerimiz yakınımızda. Bir like'larını basıp qo'llab-quvvatlab turasizlar deb umiddamiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmanglar. Kerakli ma'lumotlar bizada faqat ziyodurlar ishlarida bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar obunachilar. Hammaga rahmat. Like bosganlariniz uchun.